Uğurlayı tuttu. Astamıyla. Şunu da olaylı. Astarak. Astamıyla. Hey. Ben putun içine. Sen karvat içine. Bakayım. Keyfime hamak var. Bak. Hey şüptekler! Yani kiliştirme! Anlat koyayım ya! Toplar! Yetişemezler, uyarmazlar, tez minla. Tokta Kaysar. Basışıp bakaylı. Tez bulunla. Minla. Kaysar tokta. Man yetişemezler. Tokta bayatı ben. Kandaşlı şeydi. Tez bulunla. Bu çıdımaz. Minin aldım ötemezler. Tez minla. Tokta neyme Kaysar? Tez bulunla. Tokta. Ha, yetiş olduk mu? Yetiştik mi? Uyacağız. Dada. Oynap koşuğun açqanda geldin mi? Atayandın beri ne yo'qolding? Dostlarım bilen şu, ağaylarım bilen. Her kuni shundoq tilingni chaynab, og'aylarim bilan, do'stlarim bilan deysa, bag'ras. Akilang dada, men alay. Anlamaganmı sen? Ahmakning do'sti to'la, piyozning po'sti to'la deydi. Gapimga quloq sol. Bu uyda ashu beka talatlaring asqatamdi yoki men asqatamanmi?
Mancho, sendek chaqda sana dadı bulup, mushu o'yni teqratgan men. Hey, yanchig'imdagi pulni sağganma? Shundaq, men olgan. Hey, sen qandaq odam bo'lmoqchi zodi, ha? Yanchig'imdagi pulni nima deb so'ramay olasan? Bo'ldi, qislar dadisi. Pulni al og'illari bilan xajlagandi. Qo'ying silni. Doim aroq kirib olib bolani buzib bo'ldingmi? Cho'ng bo'lgandan keyin yanchiqdagi tayyor pulni xajlamay, o'zi tepib xajlamamdi. Dadisi, bo'ldi qislar, bolani xijil qilmasizlar. Hey, mahalabni qo'yg'i seppa, ha? Bo'ldi, uyga kirib ketaylik. O geldi. Tez boyun tutup koyayım ya. Bir teleği su kelse allık odun yak etti degandek. Aram bir pul uçurganda nereden çıkan şamal bu? Hey. Bu şeytan koyla. Ağaylar, bugün yaxshiroq bir o'yin tepib o'ynamamdi. Hep belli. Jili bop turatdım adaş. Bu gap yaxşı boldu. Ağaylar, o'yinni az o'ynamadik. Burun o'ynaganlarimizni yete. Biz o'yinni emas, aslida o'yin bizni o'ynaydi. O'yin degan o'ynab tugatgan olmaydi. Ko'nglini tushundim adaş. Pul topayli demoqchimisan? Shundaq adaş. Ota-onamizga yordam qilmoqda yo'q, qachongacha ularning qo'liga qaraymiz. Ko'ryapsizlar, hozir bizning matlik bolalarning ba'zilari Shanxay, Guangzhou, Urumchilarda ovqat qilib jiqish davratdi. Biz teqcha vallahi o'ynab yuryapmiz. Bugün bu chempionlar o'sha maydonda o'tkazib aytib, o'zaro musobaqalashmoqchi. 1, 2, 3, başladı. Kanalar, bunlar şiddet bilen musabakalaşıp çempiyonlar talaşmakta. Kanalar, bu uçar kanalar. Topu oğlu çıkan bir kütle geçirmekte. Mana mushladek millatimizdan chiqqan har xil sohadagi chempionlarimiz o'z qiziqishi va xalqning qo'llashi bilan cho'ng xatarga tavakkul qilib, tasavvursiz badallarni to'lab, davlatimizning motosiklet havaskorlariga ulgu bo'lmoqda. Shundaq. Men bularning xatarlik mahoratlariga yaxshi. Rasululloh, hayajonimni bosamayapman. Voy, qolsga. Yaraysan! Mana bu 4-chi var. İsmi Hamid. O 98-yilda ishga birinchi Osiyo Jumbo chempioni bo'lgan. O 98-yilda Xananning Loyan shahrida
99 yili va 2000 yili Şinjan qatorliq shaharlarda Jungo chempionligini uda saqlab, necha qatim oltin medal olgan. 97 yili Hangzhouda, 2001 yili Sichuanning Chongqingda ikkinchi bo'lib, 10 necha yildan beri har qatimliq musobaqada alohida darajaga erishib kelmoqda. Afsuslanarli shuki, o necha qatim yiqilib tushib, og'ir yaralangan. Qaranglar, uning temir bo'qini minishi nima degan aybat? Mana bu birinchi numar, ismi Farhat. O 86-yilda tortib musobaqa qatnashib, alohida darajaga erishib kelgan. O 93-yili Qirg'iziston, Olmatoda birinchi bo'lib, 97-yili Yaponiyaning Osakadagi musobaqasiga qatnashgan. Shu yili yana tarixda muyaqqat Jungoda o'tkazilgan 7000 kilometrlik musobaqada chempion bo'lgan. O 93-yili Bejinda, 94-yili Hangzhouda davlat musobaqada ikkinchi bo'lgan. Shaharlarda musobaqa qatnashib Jungo chempioni bo'lgan Ali Arkin. Tazim pısıq gökəsən ağa, şanıqla. Nem qoynunu qaşlap yürüysə, pul çıqama. Çapsan çıqamaygan bolsan, eli bika, özüm alıma. Boğan kinim vaqraysa, bəgən öp yolunu mamamsa. Akbar qını? Akbar! Akbar muftadı qo. Akbar! Qaçıb getdi. Ketdi. Qaysı tərəfə qaçdı? Akbar! Xat, o günü tutub elib, yenci etməydigan bolsam. Ağına qını? Bilmeymen, o çıkmayman da otattı. Bo'pti emsa. Qanday qilamiz? Qanday qilamiz shu? Turib qo'ydik shu. Ular Akbarni izlayapti, nima? Shunda qopshaydi.
Qaranglar. So'ymini. Shu. Rost shukan. Yuringlar. Ey aramzada. Qila, qiluvchiligingni. Qila. Ura. Naqashmoqchi. Akla, faqat amal qilolmayapsizmi? Menga ozroq mushtak beringlar. Qo'yaman desa, qo'yaman. Menga yana ozroq mushtak beringlar. Ura. Salom. Aramzada. Akla, nima ish bu? Nima ish bo'ldi? Sen nima demoqchi? Sen nima demoqchi? Pulni sen berarsan? Gap qila, uni yaqinag'in so'qishmoqchi. 600 go'chimi? 600 go'y. Chiqira pulni 600 go'y. Gap qila. Chiqira. Hozircha 600 go'chimi? 600 go'y. Mushunimi? Aramliq. Ura uni, ha? Hala desa. Qachab desa. Unda qamoqda. Hala. Pulni kim berayli? Bir necha kun mehnat beringlar. Sen aralashma. Pulni sen berapsan, ha? Sen berapsan pulni. Turinglar. Nochita chiqirlar pulni. Turinglar. Kimingni ahmoq qilmoqchi? Ha? Kimingni ahmoq qilmoqchisan? Ha? Kela aramliq. Ura. Pulni qachab bersa aramliq. Ben sana da koyayım. 3 gün möhlet verme. 3 gün ha? 3 gün? Bugün alıp etsin o da pulunu. Bugün alıp et. Ağaynağına da koyacağım ha. Pulunu tepkesi var. Haram ya. Bol de. Bu yakın ala. Ben sana da koyayım. Eğer 3 gün hiç pulunu tepkilemeden olsan, rahat. Boynunu yürütmeden olsan, boynunu yürütmeden ha. Haramlık. Bana. Vursak. Mangayla. Oy, putum. Neymiş bu? Acaba mening xabarim yo'q ekan-ku. Qaysi kuni bo'lgan ish? Seni bir aram qilgim kelmadi. Adaş, dadam meni ciddi bir ishga buyurgan edi. Men beribliklar. Ma'qul adaş, bering. Aytgircheli. Voy jon. Men tödegen ko'chada G'olibni ko'rdim. Xeyli pul topgan chig'i, bak haybat ko'rindi. Rasul aytchi. Asla. Qo'yinglar yaga. Qo'llariga bergandan keyin asli deyman. Hozir o yezimizdagi katta boyning biri bo'pti. Odamni hayron qoldirdi. Pulni xeli tepibdi. Qachon kepti? Bir hafta bo'lgan o'xshaydi. Biz balani ashunga qo'shib qo'ysak, qandoq deysizlar? To'g'ri. Shunday qilaylik. Qachon mangdi ekan? Yaqinda mangadigan o'xshaydi. Kim? Tinchlikmi acha? Kiring. Assalomu alaykum. Voy, keldingmi aka? Kela. Bo'ldi. Men bu yoqda o'tiray. Ha, qanday ahvoling? Uy ichi tinchlikda? Qadr ahvol. Yomon emas, ketib boraman. Sizning chiqqaningizni uydagilardan anglab ko'rishib kelay deb kelishim. Ha. Yaxshi. Yigit, hozir nima ish qilyapsan? Bu sakray kabirda nima ish bor deysiz? Shu opam yetpagan umashni ichib, bika yuribdiman. Cho'pching yigit turib bikayirsan qanday bo'ladi? Heli o'ladigandek yuz tap, xuddi o'lmaydigandek pul tap deganni anglamaganmisan? Qandaqli bo'lmasan, belingni ching bog'la, bir ishning peshini tut. Mening kecha kunduz xiyolim shu. Lekin pulni topib emasmi aka? Qo'limda yadasmay bo'lmasa, ish o'ng'atmaydi ekan. Amisa men patiqinda yana ishkirga kiraman. Men bilan birga kiramsan. Men texi bu shahardami chiqib boqmagan tursam, ishkir degan na u? Ish tepib qila olamanmi? Hey. Sen xotirjam bo'l. Ishkirda mening bir cho'ng restoranim bor. Shu restoranning hisobiga mas'ul bo'lasan.
Hey, nim bo'lay deysa, yanchiqlik pulni nim deb olasan? Ha? Bo'ldi qizlar. Qandaq? Gap qilmaysan-ku. Bo'ldi aka. Men sizga tog'dek ishinaman. Bilmagan yerlarim bo'lsa uytasiz. Xotirjam bo'l, chataq yo'q, ha? Menga sodiq bo'lsanglar, boshqa ishlar yurishib ketadi. Amis men berib tayyorligimni qilay. Mendan chog'da xabarini berasiz. To'xta, o'tir. Sen yani o'zingdek ishonchli yigitdan birini topa olamsan. O nima ish qiladi? Kavobning bazri bek itdik. O shu ishni qiladi. Bo'ldi aka. Mening bir yaxshi do'stim bor. Uning bilan maslahatlashib, sizga bugun xabarini beray. Ha, yaxshi. Tezda boyoladigan bo'ldinglar. Ma'qulamsa, men uni tepib hozirla ahvolni aytay. Ma'qulamsa. Birdan o'tirib qolmamsiz. Xo'sh. Qolsa o'ylasana. Uxlamay tush ko'ribsan. O odatki. Endi yaxshi bo'ldi. Ishki qalba bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Toza sabda bir nima ekan bu. İşimiz texmi yurishadigan bo'ldi. Tavul qarchagimni olmiga boshlab kelaversan. Hey Batur! Batur, nega bag'atding? Ha? Shuni izdavat qilib, nima vaq? Adash, og'zing quliqonga yetibdi. Oltin tep olmagansan? Onun gapini bir dema, adash. Menga bir cho'q omad uchirdi. Qanday omad? Tepimning bilik tatmay jim turib anlig'ina. Mening bir akam Beyjingda restoran ochadi. Bu qitim unaga bir necha odam kerak bo'lib qoldi ekan. Shu Atoydan chiqibdi. Shunga men seni tanladim, adash. Qandaq? Ikkimiz bilili bo'lsak, hammaliyada o'xshashlik zerikmaymiz. Rahmat adash, lekin men sana hozirla ochiq javobini beramayman. Ota-onam bilan maslahatlashib kechli javobini beray. Bo'pti adash, kechli javobini berganamsa. Mang. Qorumlarni akilang. Ha, mana. Chaqirtibsan, nima ishdi? Biz tunaga nima deyishgan? Unutib qoldingmi? Shuni maslatdi. Shuncha tirkishib baqtir. Ota-onam qo'shilgandek emas. Opamga o'zig'lab beshimni aylantirib o'tdi. Dadam u yerda ya tunish bilish, urug' tuqqanlaring yo'q. Tenab tantirab talada qolsang, bizga bu yurt harom bo'ladi bolam deb ko'ziga yosh ilyotdi. Mening deganlarimni aniqroq aytmoqamiddim. G'olib akam degan mening tuqqanim tursa, men sizning yaqin do'stim tursam, uni ustiga restoran butun hisobini men qildi ekanman. Shundoq turuqliq yana nimadan asraysan? Balkim u yerga kirmay bu yerda pul topqilib bo'lishi mumkin. Bu yerda pul topman deb suv tushib ketgan mushukdek sulish bo'ltiramdiq. U yerda bog'o maydimizni kerib pul topamiz. Ahmoqning amaliyotga oshirolmas xiyoli ko'p degandek, sen ishni baxtli yuzaki o'ylaydi ekansan. Biz degan qo'l nimaga buyursa shuni qilmay bo'lmaydi. Hey, nadan do'stim, quldek ishlab bagdak ye deydigan gap emasmi? Oldimizga kelgan omadni uchratmaydi. Otadan unimgan bo'lsa o'zining ishi. Gap qilmayli mangmamdoq. Ota-onaning balig'i mehri, balaning bo'lsa insofi kerak. Uloq demay qilsam, vafosiz baladan bo'lib qolmamdiman. To'g'ri ochiq bo'lsa-mu odamga foyda qiladi. Demak, ota-onamizning gapi biz uchun foydali. Hey, sen gapni aytding-ku. Bilamsan, G'olibkam ishga kirib 2 yildir beyib ketdi-ku. Cho'chirni oldirib xamsanamayli adash. Ishkirdimi chechayotgan pul yo'qdi, pulning ilgisi bordi. G'olib akam ishkirdi beyib ketdi deysan, bizmi japoga chidasak bu yerda pul topa olamiz. O'g'il shundoq adash.
Lekin ishkirda Uyg'urlar ochgan restoranlar bek bozor tep ketibdimish. Ishkirdagilar Uyg'urlarning tamoqlarini, naqsh usullarini bek yaxshi ko'ramish. Shunga Uyg'ur restoranlari xaridorlarni sig'diramay pul qozondek tushidi ekan. G'olibqamish 2 yildir beyib ketdi. Uning ustiga hisobot mening qo'limda tursa, nimadan ansiraysan? Bo'pti adash. Ota-onamni qayliq baqay. Yana unimisa, sen degandek qilay. Tez. Bak toşuk bulaydı, tez bulaydı. Tez bulaydı. Yedixonasi aldingmi? Ha, aldım. Tezroq menglar. Tez bo'linglar. Tez bulunla, tez. O'zim ma'lum vaqt qoldi, chiqsin bulaydi. Tezroq bulaydı. Mana. Mana ko'tiralar. Ha, ko'tiringlar mana. Ha, tez. Ertanaz. Batur. Ko'zini ocha. Qo'shqonbek echib ketdi adash. Unda qimig'ina bir nima yevlayli. Meningmi shu, bir nima yevlayli. Ma'qul, yuramiz. Ayırpılanı maqsaq bo'pti-kan. Avishkisini qanday qilamaysiz? U kalvalar ashundoq mengishga loyiq. Ular pul qasab nima qilaman? Ha, qani ilova. Ola? Bu poyezd degan nimadoq zerikishlik narsa. Agar hozir mahalda bo'lgan bo'lsam, o'yindan o't chiqarib ketdim-da. Shu emasmi adash? Poyezd bir gap. Ishkirda nima kun ko'ramiz? Qarab turib, menimi bu o'tqa billa so'rab kirdi. Bu chaqqa ota-ona nim bo'lib ketganda, dadamg'u er kishi. Apam bichora to'liq yig'lab ko'zi eqib ketadigan bo'ldi-da. Yaxshi o'qimaganning ishi. So'zi kerak o'qigan bo'lsak, bundaq sargardan bo'lib yurmay, hukumatning daftorining bir burjiga yezilib qolatdiq. Mengo maktab bilan faqatla chiqishamdim adash. Hisob darsida birdam x tavotgan, birdam y tavotgan. Men hamni qo'chiblyapti. Xanzchini faqatla o'rganamidim. Şuna o'qiganga dod debla qechib chiqib olmadimmi? Ma'lumot texnikaylimda bir oy qo'g'lashdi. Bu gaping rost. Yurtimizda oliy maktabni bitirganlarmi xizmat topolmay bekor yuryapti. Boshqa kelganni ko'ramiz. Hammani unutib uxlayli adash. Ma'qul.
yaxshi. Nega ko'rsizlar? Wang Fuxanga. Havası sap güzel şehirken bu ha? Hey Ekber, o bina qirg'ini? Ana AO Markaziy televiziya stansiyasi. Yaxshimisiz xo'jayin? Akilam, ma'lay. Ha, yomon emas. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Ha, qadag'roq, yaxshi turdinglarmi? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Assalom. Ah, nimandoq cho'ng. Nima degan esil restoran bu? Xo'jayin, bizga xabar qilmaylik kapsiz-ku, oldingizga chiqamabdik. Ishlar qadag'roq. Ko'rsatmangiz bo'yicha ishlayapmiz. Yo'qligingizni hargiz chandurmadik. Men ketgan chaqdagi restoranning ahvolidan to'liq to'klab qil. Bo'ladi xo'jayin. Sen bu ishki balaga hozirli yotoq ajratib o'rlashtirib et. Bo'lamda? Men oldidan tayyorlik qilib qo'ygan. Xotirjam bo'ling. Xo'jayin, bu siz ketgan chaqdagi hisobotdan oshqini. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi ishlabsan. Turg'un. Sen chiqib o ishkisini chaqirib kel. Men ularni aylantirib ekilay. Baqot. Xo'jayin, ular ishkisi shahar ko'rib qolmasa, bo'lmasa bizning keyingi ishlarimizga ta'sir yetadi. Hay. Men sirtlarni aylanmag'inimi xeyli kunlar bo'lib qoldi. Hozircha qismoqni qurib, qushni dang'i mayli qilamiz. Maqsad hozircha ularning ishonchisini qo'lga keltirishimiz kerak. Asli mundaq endi. Tushundingmi? Tushundim. Pa, bu yer hakikaten mi güzelken ha? Shuni deyman. Nima degan güzel? Pa. Avya qaranglar. Bilamsizlar? Mana bu ko'rayotganinglar tunji qitim davlatimiz ozod bo'lib,
Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti qurilganligini butun dunyoga jakalagan Tiananmen maydoni bo'ladi. Bu yer aslida burungi podshohlarning xon o'rdisi ekan. Hozir boshqacha remont qilinib, butun dunyoning ko'zi tushadigan, chet elliklar sayohat qiladigan mana mushundaq joyga aylandi. Anglashimcha, Qizilravoqda kuchish degan filmni musha Tiananmenning keynida ishlabdi ekan. Bu rostmidi? Albatta rost. Juringlar, masalani aylantirib kelay. Yana texe nurg'un tarixiy filmlarni mushu yerda suratga olgan ekan. Oya qara. Nima chiroyli. Obdan ko'ringlar, ha? Akbar, oya qara. Albatta, bu dunyoga mashhur Saddiqchi sepili. Men qaranglar, yarashdimi? Yaxshi. Menga. 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 Nima degan chiroyli. Mayli. Ajab bardimi? Birdan dam olaylik, ha? Vaqtininglar. Ani ko'rdinglarmi? Bilamsizlar. Saddi degan sepil bo'ladi. Chin degan Jungoning burunqi nomi. Demak, Saddichin degan Jungoning sepili degan bo'ladi. Bu sepil nurg'un tarixlarni beshdan kechirgan. Shunga bu yerda davlat ichi va sirtidan kelgan sayohatchilarning oyog'i uzilmaydi. Xo'jayin, behchiq narsalarni biladi ekansiz, ha? Bu yerga keldingmi? Senmi jiq narsalarni bilib qolasan. Aldirma, ko'zing ichilib qoladi. Uni ichida nima bor? Yuringlar, sizlarni shu yerga olib chiqay. Mana bu qadimiy xon o'rdisi. Ustidagi xatni tunimsan, ha? Tunimayman. Bu yerda xatlarning hammasi xazosh tursa. Bu urushda o'lganlarni tasvirlab xotirgan haykal. Qaranglar. İçimiz Ana qarg'ina. Mana bu podshoh o'rdisi. Yaxshi ko'ringlar, ha? Ağlağım qaranglar.
Endi oldimizda Usun palvonning haykali bor. Nechuk yaxshi. Tezroq ko'raylik. Kavapdan 10 zıq chapsaraq bo'la. Ha, mana hozir, mana. Yana 10 zıq. Tezroq bo'l. Qancha pul? Sizni 37 koy bo'ldi. Kep turasiz. Ma'qul, xo'sh. Qancha pul? 50 koy bo'ldi. Qaytamsiz, xo'sh. Bo'ladimsa. Siz restoranning qay tizimlarini o'qimaydigan o'xshamamsiz. Xohlagancha pul olsangiz, sizlar jarima to'laysiz, uqdingizmi? Bo'ldi, yozmang. Rossiyalığınlığı qarab baxdım. Ha. G'olibga, siz meni restoranning hisobotlariga mas'ul bo'lsan deb ip kelgandingiz. 2 kundan beri iliq naynaq xotun meni puliga yaqin keltirmaydi-ku. Sening rastilla pul tutib hisobotga mas'ul bo'lgan bormi? O'zing shundoq deb ip kelgan-ku meni. Ondaqda sana bir necha odam qo'shib beraman. Ertadan boshlab avtobusning ichidagi hisobotga mas'ul bo'l. G'olibga, bu gapingizni tushunmay qoldim-ku. Erta tushunib olasan. Erta nimani tushunib olaman? Odam to'la avar qilmay, chiqar menga. Nim qilibsa? Efendim, chaqmag'ingizdan bekli cho'nqir silvatdingizmi qanday? Nima qilmang'i demay, o'zing qo'l solsa. Qo'lingizdan narsa kerak bakka, shunga o'zim olay degan. Kim rahmaqlay desa? Maxfiy bo'lsin. Kiring. Shundoq Shinjongga chiqib qizdan yana 4-5 ni ip kirgan. Ularning ota-onasi yoki urug' tuqqanlari bilib qolmasin. Ha? G'olibga, bu zodi qanday ish? Sen ko'rgansa, ana ashtaq ish. Men ketaman. Kelsan yo'l o'chiq. Hozirdan boshlab aloqamiz uzildi. Seni tanımayman men. Undaq Shinjongga yo'l qilib qo'ying. Yo'l o'chiq dedim-ku. Kelsa ketavermamsa. Yenimda bir tiyin bo'lmasa qanday ketaman? Hey, sen ishkangni epkaycha oz chiqim topdingmi? O pulni kim to'laydi, ha? Yana pul deysan-ku. Asli ish mushundoqmidi? Asli ish mushundoq fikam. Senda yoshirmayman. Heliq uchchi mening odamlarim. Ularning hamma ishlariga maniga. Lekin ular ishonchsiz. Seni bu yerga ep kelishdagi maqsadim, sen shularga ko'z quloq bo'lib, haqiqiy ahvolni, ularning tafovutini xabar qilib turish edi. Soqchilarga tutilib qolsa qanday qilamiz? Sen tutilmaysan. Tutilib qolsang pul to'lab, mana men ep chiqaman. O ishni birlashib qechib ketsa-chi.
oqibatidan qo'rqidi. Hamma poyezd stansiyalarida mening odimim bor. Haras, sen bilan kelgan ilk balning ismi nima edi? Batur. Unimi u uchiga qo'shib qo'y. Ishgan son. Bo'lamda. Bu gapni men uningga deyamayman, o'zingizdan. Undaqda turg'unni chaqirat. Ma'qul. Nima ish G'alibka? Sen ilqi Yenkeldaxon Batur deganini bilamsan? Bilaman. Shuni chaqirayman. Ma'qul. Soltak. Seni G'alibkam chaqiryapti-da. Atidin boshlab, boshqa ish qilsa. Nima ish qilaman? Nima ish qilaman? Avtobusda yanchiqdan saysa, yanchiq. G'alibkam shundoq dedimi? Shundoq. Tez bo'l. G'alibka, bu nima ish? G'alibka, bu haramzada sizning buyruqingizni rad qilyapti-jimi? Soyma. Bu rasma? G'alibka, siz meni bu yerga kavobchilik qilasan deb ep kelgan edingiz. Hozir buningdan boshqacha gap anglayman-ku. Nayt to'g'ri anglabsan. Men bu shunda qo'rlashtirgan. Saqchilardan qo'rqma. Tutilib qolsang, pul xajlab ep chiqaman. Xotirjam bo'l. Seni ravurus pisson deyman. G'alibka, men sizni xeyli g'ururliq, vijdoni bor, boshqalarga yaxshilik qilishni sharaf his qiladigan samimiy odam deb o'ylab ekanman. Asli siz pul uchun boshqalarning hayoti bilan o'ynashadigan odam ekansiz. Aramzada xo'jayin bilan takallashyapsan-ku. Uni uringlar. Uringlar. Voyja. Gap qila. Mana. Voyja. 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 Tasib qo'yinglar. Voyja. Mana. Yenga keldiramsa. Mana. Voyja. 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 Mana sala. Bu yoqqa ep kelinglar. Tura. Xo'jayinning gapini anglamsan yoki yana vaqiramsan? Eti. Qandaq gap anglamsan? Qilmayman, men yanchiqcha emas. Voyja. 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 Mana. Voyja. Voyja. To'xtala. Endi o anglasa? Sana gap qilyapsiz-ku, javob ber. Gap qil. Qilmayman. Uringlar. Mana. To'xtala. Qilay. Men qilay. Endi qoida yo'lini tushuntirib qo'y. Obdan anglab tur. Birinchidan, guruhdagilardan kimdi-kim pul topamay kelsa, jarimani qo'yiladi. Ikkinchidan, kimdi-kim topgan pulini yushirsa, hasilab jarimani qo'yiladi va chora ko'riladi. Uchinchidan, kimdi-kim vazifa ustida yaralansa, xo'jayin mas'ul bo'lib davolaydi. To'rtinchidan, pul yushirg'uchini dadillik bilan fosh qilg'uchilar mukofotlandi va alayda muomalaga erishidi. 5-dan, tutilib qolganlar saqchilarga xo'jayinni fosh qilsa, uning ajali to'shqan bo'ladi. To'xta, angladingmi? Endi qo'lini bostiringlar. Endi bu go'sht og'rini olib chiqib ketinglar. Ruxsat. Mana. G'alibka. Bu laqva 100 ko'y pulni petigini ostiga tiqibdi. Men bilib oldim. Bu rasma? Xo'jayin, opam doktorxonaga yetib qoldi ekan. Opamga ev aytib beray degan edim. Meni kechiring xo'jayin. Bu kelgil qancha uzun bo'ldi? Xo'jayin, buningga 1 yil to'shqili hatti qoldi. G'alibka, tuzum bo'yicha har kuni 100 ko'y yo'shirgan hisoblab. Va ezitma G'alibka. Men bir qator pul settiring G'alibka. G'alibka. Uni ep chiqib atablab qo'yaman. G'alibka. Nemish G'alibka?
Bundan keyin sen Baturni yaxshi boshqarib, o'zing ish qilsan. Savarlik o'tkazsan, uning sadoqatsizligini yo'chirsan, barliq oqibatga o'zing ega bo'lasan. Uqdingmi? Uqdim. Chiqaman. Beshembekli oxir o'tadi. Bo'lanmadim apa. Kila o'qib yo'q. Qattiq gap. Hozir ishlarimiz yomon emas. Ana o'g'lim, tomoq yeb. Ma'qul degan. Men sendan ayrilmayman bolam. Sen bizni tashlab ketsan. Dadal ishkimiz. Qanday qilamiz bolam? Jinim bolam. Nimachi xiyol surib ketding adash? To'liq qayg'urmay, xo'jayining degini bo'yicha qilsanglar bo'lmadimi? Nima? Sen mu xijil olmay mushi gapni qilamsan? Bilamsan, biz g'olibning qamoqiga tushibdik. Bir amal qilib, bu yerdan qochmasak, hammani qonunning to'ridan qichib qutlanmaymiz. To'g'ri. Biz hozir ko'lchakdagi beliq, ammo qochimiz deb sehrgan bilanmi, qirg'oqqa yetib bo'lguncha yana tutilamiz. Uningdan ko'ra xo'jayining deginini qilaylik. Bu nima degini? Uning hamma poyezd stansiyalarida qochmoqchi bo'lganlarni tutib bergan odam bor ekan. Qochimiz deb balog'i qamayli. Adash, biz hozir hanglibida mengyapmiz. Hamini bir kuni g'olibning ishtirishi bilan tushib ketamiz. Yaxshisi ko'rib turib sertmoq desamayli. Go'shtnomi ustixini bor emasmi adash? Bu ish xatarlik bo'lsa-mu, foydasi ko'p. Har qanday insonning orzusi bo'ladi. Unga yetish uchun ko'p xatarga tavakkul qilishga to'g'ri keladi. Bu dunyoda kim pulga o'shdaysan? Sen bundaq ko'ldagi aynon sho'lisidek qo'lga chiqmaydigan, hisobda bor amaliyat yo'q pulga aldanma. Biz eng yaxshi fursat tepilganini qichib berib, soqchiga ma'lum qilaylik. Qaramliq qilma. Herning ovusini ko'chilsang, oqibat o'zini chaqidi. Qandaqli bo'lmasin, pul topsaqli bo'lmadimi? Sening da'vatqanda qandaq pul bilamsan? U degan nijosatdami paskin pul. Jinim chiqib kelsam, undaq yo'lga mangmayman. At qandaqli bo'lmasin, men bilan bozorga chiqsan. Bu xo'jayinning buyrug'i. Haykaldan turmay ozroq ovqat qilmamsan. Quruq qolmasang, kechib tayoq yeysan. Hey, nishqosa? Men avtobusni jim turmay, yiqilib tushmay deb qo'lim yanchug'ingizga kirib ketdi. Boshqa maqsadim yo'q. Qo'lim avtobusni tormoz qilg'ashqa hammamiz silkinib ketdik. Kechiring afandim. Ruxsat. Chiqaroq. Xo'jayin, bugun uchaylarning ifodasi yaxshi. Batur yangi bo'g'ashqa toz aplashtirib ulamadi. Ma laqva pul topmoqda yo'q, tasqalda tutul qilib, bizni mi balo qo'yg'ili. Akbar, sen qilib qol, qag'ala chiqib ketinglar. Akbar, usti ko'migan shogird har muqamga to'laydi. Batur degan laqvani obdan tarbiyalab chiqqan. Xo'jayin, men uningdan sal ansirab qoldim. Kunlardan birida bizni baloga tiqib bergandeklar. O'zing uni undaq do'stim, bundaq do'stim, bek ishonchlik deb billa ipkamidingmi? Uning buningdan keyingi ifodasi sana bog'liq. Uningga sen mas'ul. Bo'ladi. Men cho'qim uni yaxshi tarbiyalayman. Chiqib ket. Xo'jayin, 6700 ham bo'pti. Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling.
Ağayınlar qo'saq bek yetib ketdi. Tushlik tomoq hisobida azroq bir nima yo'qlamdi. Ha, shunda qilaylik. Ma'qul. Ag'inilar hech oshxonami ko'rinmaydi-ku? Shu emasmi? Mağa. Hey, qaranglar. Avya nemish bo'lgandi? Hey, qaranglar, uyg'urlar kel. Voy, qaranglar, bu yomon. Yaxshi. Nimdiga yomon bo'lar? Qara, avu hammadan yaxshi o'ynaydi ekan, ha? Batur qichibdi, qo'g'layli. Tez! Ay. Hey, bo'ldi qilinglar. Endi boshqa martinglarni ko'rstinglar. Ma'qul. Sen kela. Tuzkor, ne qaçmoqchi edim? Qaçmadim. O yanchuqchi taptatmasdan yanchuqimni ko'lab yuriydi. Shuni qo'g'labmagan edim. Biz kichik bola emas, maqsadingni bilamiz. O'ylashibroq ish qil. Mana. Ey, sana yana nim bo'ldi? Men bo'lamadim. Oyjon, qo'lsiqim bak og'rib ketdi. Meni mishada birdam saqlab turinglar. Men hojatxonaga berib kelay. Chaqan bol, bizni bek saqlab ketma. Ma'qul. Onunla işengili bo'lmaydi. Yuranglar berib qarab baqaylik.
Batur. Batur. Abla. O keçipti. Sizler ayakta qo'langlar, tez. Meni yurtimga ketgil qo'y. Oldimni to'sima. Topamadik desanglar bo'lmadimi? Boshqasiga o'zim ega. Bo'lmaydi. Men bilan qaytishing kerak. Qanot yasab ussangmi, xo'jayinni qo'lda qutlamaysan. Biz g'o mayli. Biroq biz ota-onamizning yurak parisi emasmi? Agar biz bir xavf-xatarga uchrab qolsak, ular qandoq chidaydi? Do'stim Akbar, kishiga yo'l qo'ysang, haqiqiy yo'lni topa olaysan. Bizning saboqdosh bir mala ham mangulik qadinas do'stligimizning yuzini qilib bo'lsa-mi, qo'yib bergan. Ya bo'lmasa biz birga qishib ketaylik. Yo'q, qamqiyal qilma. Men sen tog'dek ishini bu yerga kelsam, amdilikda meni ketgil qo'ymayapsan. Sening vijdoningni ishlab ketdimi? Sen xeli aqlli yigitding-ku Akbar. Sening qandoq odam ekanligingni amdi bildim. Sen ko'taganga egildigani bilmaydigan o'xshaysan. G'olibkamning qilgan yaxshiligini shuncha oson unutib qoldingmi? Sarang bo'ldingmi? Bizni urib dumbaligini yaxshilik qilganimi? Uning ustiga biz ming bir jafoda ujma yig'ilsak, u pastda o'ltirib rahat yeydi ekan. Shuning to'ymas natsa uchun kishining yurtida o'g'riyan chiqshi bo'lamizmi? Oldimni to'sma. Men Shinjongga ketaman. Seni qo'yib o'tmayman. Meni sotqinlik qil demoqchimisan? Undaqda meni sotqinlik qilamsan. Bu iflos. Taksi! To'xta! Hey, taksi! Derhal aldığımız avı 05-249 numaralı taksini kolla. Tez bulun. Vay, Halukka.
Batur bir takside kaçıp gitti. Kaçan? Hazır kaçtı. Ben onu kovalatıram. Sen hazır kıyada. 852 numaralı taş yolda. Ben hazırda şu daire üstündeki adamlarımı yemetimen. Sen nişanı yok atmaya oğlana git. Bak o. Ana o yetti. Batur hazır adam demekçi. Ziyan tartıp kalsa. Tez bulun, tez. Tez bulun, deyip durun. Yaqin kelishma, bu saqchiga ma'lum qilma. Saqchi ma'lum qilgan bo'lsang, ular gap bo'yicha biz sizni ujuqtirib etamiz. Uqdingmi? To'rga tushgan qishni qo'yib berdigan ish nima deb ekan? Tutilsak hammamiz tang tugishimiz. Mana. Qacha yana. Ben cemaat xavfsizlik idorasiga. Qacha yana. Qacha. Hey. Mengla. Tur. Masang bago, sang muşyonluq tutimiz, muş! Tez, muş! Bana! Maşın basa! Buna! Hocayın, onu tutup geldik. Bo'ldi. Sizlar chiqib ketinglar. Sen kelib qol. Laqma. O qaşqanni sen ne dedin? Ha? Tuzunu yap, tuzluğunu çakıdığın əblaq. Menin qo'limdan mushundaq oson qochalayman deb o'ylagan eding? Sen kögülükni endi ko'rsan. Bilib qo'ysan, hilgar tulka, har qancha qilganing bilanmi, mendek bir o'chining qo'ldan qichib qutulamaysan. Sen hozir yo'lvosning burtini yulib solding. G'olibka, meni qo'yib bersangiz, bu shapaytingizni menga unutmaydim. Qo'yib beramdim, teqa. Qaysama? Nima ish G'olibka? Buni ep chiqib, raurs adablab qo'yinglar. Xo'jayin, ha? Mal keldi. Ha, yaxshi. Qandayroq ahvolda salomatmi? Ha, qani o'ltiring. Qandayroq ekan? Esil malka. Chataq yo'qdi. Ma bu o'tgangi qitimqidan yaxshi. Bu qitim xatarga qaramay, bevosita ep kirgizgan. Shunga buni o'zimni ep keldim. Qarab bir nima dersan? Buning bahsi o'tgan qitimqiga hargizmi o'xshamaydi. Kelishib qolamiz. Qo'limdagi mal tex chiqib bo'lamidi? 3 kunga qolmay bir taraf qilib bo'lamiz. Ammo shunday kelishib o'tayli. Kaydı
qolgan bolaga vaqirab, mana endi to'ydilimi? Yo'qolib ketgan bir oy bo'ldi. Hech xabarim yo'q. Endi necha kunning yoqi to'la yig'lab beshimni bek og'ritib etdim. Hamma yerlarni izlab topolmadim. Men nima qilishimni bilmayapman. Men bolamizdan bekma asrab qelyapman. Anglashimcha Akbar bilan Botir ikkisi tangli yo'qolib ketibdi. Biz Sodiq hojimning uyiga berib ahvolni o'qib kelaylik. Ular bilishi mumkin. Undaqda sen o'tirib turgan xotin, men berib o'qishib kelay. Ha? Ma'qul. Sili cho'pchon bo'lib qolgan bolani urib tillab, endi nagimi ketgandi bu bola. Qandoqmi qilamiz? Kashkisi mushundaq daviramsizlar. Yana izlab baxmayli bu. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Qanday ahvollar? Ha, yaxshi, kaslar. O'tirsizlar. Qanday ahvollar? Tinchlik. Bizning bola bilan sizning bola tangli yo'qolib ketibdi. Shunga sizni bilamdikin deb kelishim. Bolaga ancha-muncha ochiqlab qo'ygan edim. Shu yo'qolib ketgunicha ta hozirgacha qaytib kelmadi. Haras, bizning bola Akbarning ishkirdi bir tuqunib ekan. Shuning bilan billa Beyjingga kirman degan edi. Undaqda G'olib bilan birga kirib ketibdi-da. Anglashimcha G'olibning mahallasidagilar uni harom beydi deyishyotdi. Shunga unga ishongili bo'lmaydi. Sizlar adresini o'qib kirib, bolamizni ep chiqsizlar. Bolamizdan ayrilib qolmaydi yana. Uning tez beyib ketishidan sal gumonlangan edim. Yana texe u bizni maqsadsiz bolamizni akirib ketishida cho'qim bir maqsad bor. Shundoq. Ishkirga kirmasam zodi bo'lmoqdak. Uning ustiga ishkir degan xatarlikka meningchi bolalarimiz xatar ichida. Hozirlamangayli. Hey, Batar. Bugun kayfiyating xeyli yaxshi bo'l. Hey, ag'ina. Pak yashayimizda bolamiz nima degan xora, ha? Xuddi beliqdak. Ko'lchakdan chiqolmaylar. Koinot mushu deb yashayapmiz. Shunga bir necha yil halol harom demay pul tepib, G'olibga qarzimizni biroqni to'lab, bu zindondan chiqib ketishni amalni qilaylik. Qanday dedim ag'ina? Qarz? Shundoq. Demak, hozirgi vaziyatda pul hammani qila oladi. Shundaqla pulsiz kishi qanotsiz qushning o'zi. Bu sening ko'z qarashing o'xshaydi. Meningcha bo'lsa, yashashda pulni asos tutib olsak bo'lmaydi. Chunki u bugun mening, ertasining yachug'unda yuriydi. Shundaqla odamni hidoyatga-mi, zalolatga-mi boshlaydi. Buningga amal qancha deysan? Bularni o'ylab yurmay, kelajagimiz uchun bo'lsa pul topmasak bo'lmaydi emasmi? Bizni ota-onamizdan ayirib, o'z yurtimizdan ayirib, bir umr pushaymonda qo'ygan. Ya'ni dunyodagi hamma odamni ozdirib chakar qilayotgan nima? To'g'ri. Pul hammadan atvolik. Shundaqla qimmatlik. Biz insonlar uningga qolmay dunyodan ketamiz. Lekin uning kuchi shuncha tasavvursiz zo'r bo'g'ini bilan hammaga qodir emas. Topamiz. Bir qo'limizni vijdonga, bir qo'limizni yonchiq silib turib topamiz. Turmush, orzu, armon, avlod va to'yfa uchun topamiz. Lekin bilamsan, hozir butunlay aksicha. Millatimizdan chiqqan har xil sohadagi chempionlarimiz jinini tikib qo'yib, xatarlarga tavakkul qilib, jafoliq mashq bilan qon tarini to'kib, yuzimizga dog'ni yuyib, millatimizni butun xalqaroga to'ntib olsa, yuragimizga dog' yuyilmay ishkirdagi g'olibdek bir qism Uyg'urlarimiz Shinjongdagilarga ulgu bo'lmoqda yo'q. Aksicha, pul uchun o'g'irlik, qimorvozlik, buloqchilik, hattoki oq setish, yana bir turkum qiz ayollarmi har xil nomussiz qiliqlar bilan shug'ullanib, Shinjong xalqining jumladan Uyg'ur millatimizning sha'nini bulg'idi. Bizning g'urur, vijdon, aqlimizni aram pul bulg'idi.
Shu o'z nafsini aqli boshqarolmagan haromxo'rlar biyolidimi? Yo'q. Aksicha hammadan ayrildi. Tugashdi. Pul jondan vijdondan qimmatmi? Bizni Alloh fatqiga dast yetkazishning sababchisi zodi kim? Bizni u yerda kim tortadi? Zodi kim? To'g'ri tushuncha. Sap aql urg'ib chiqqan g'uru shuni tortalaydi. To'g'ri adash. Lekin bu gaplarni o'ylab, ko'nglingni qisma. Asli men seni izlab chiqqan edim. Lekin gaplaringga kirishib ketibman. Qo'pa. Voy qo'pa. Uxlaydigan. Kaladakli üstüne kirsan qo'y, jahonga o't ketmagan-da. Gapni oz qilib kimani tez kiya. Xo'jayin chaqiryapti-da. Tez bo'la. Bu yerga kelgandan buyon sen bo'yin tog'li qilib gapimga kirmaylyapsan. Bilamsan, ishchinada non tashlab bergan odamga qarab qovmaydi. Lekin sen egisini tishlaydigan g'aljir ishning o'zi ekansan. Aski o'zini o'zi bilmas, kishini ko'zga ilmas degandek, siz meni g'aljir ishga o'xshatyapsiz. Bilib qo'ying, siz o'z manfaatingizni hammadan a'lo bilib, bizni majburiy o'g'irlik qildingiz. Qamoqdagi yamchikni tishlavergan biliq, ammo tutilmay qolmaydi. Siz kunlarning birida qonunning to'g'riga tushib, qilgan askiligingizning jazosini tortasiz. Sen tiqi xo'jayin bilan takalashqidek bo'ldingmi? Odam chaqi. Ma'qul. To'xta. Bo'pti. Qarasam, o'zingning kavobchilik qilgan bor ekan. Bundan keyin ko'chaga chiqmay kavobchiligini qilgan. Ammo har kuni Wang Fojinga dori darmon yetkazib bersan, men degan vaqtga rioya qilishing kerak. Muddatdan burun yoki keyin berib qolsang bo'lmaydi. Qandoq dori darmon u? O yerdagi birodarlarning kavobi bozor topmabdi. Bizning xurishlarimizni ishlatkisi bor ekan. Surishtirmay yetkazib bersanglar bo'ldi. Yana bir gap. Malning eg'izini qat'iy ochquchi bo'lma. Bo'lmasa malni almashtiryapti deb bizga ishonmaydi. Uqdingmi? Xotirjam bo'ling xo'jayin. Xo'jayin. Batur bog'ni tanlamay, tog'ni tanladi. Lekin u boshqalar hargiz o'xshamaydi ekan. Haqiqatan ismi jismiga loyiq Batur ekan. Meningcha uning keyniga bir odamni sap qo'yaylikmi deyman. Bo'lmaydi. Birinchidan, uning keyniga odam sap qo'ysak, u bilib qilib to'g'ri darmakdan gumonlanib qoladi. Ikkinchidan, odamlarimiz Baturni ma'rab mangsa, saqchilarning diqqatini qo'zg'ab solamiz. U hozir nima ekanligini bilmagandan keyin o'zi ipni nevasin. Bo'ladi xo'jayin. Saat qancha bo'ldi? 12 yarim bo'pti. Alloh, menga vaqtim bo'lib qoldi. Batur. Bu sen ishiltidig'ina. Mana bu Hindistonning zirisi. Darhol yetkazib ber. Ma'qul. Men berib kelay. Ma'qul. Hozir ishkirdiklarning ko'pinchasiga ishonigli olmaydi. Ular pulni deb qilmaydigan ishi yo'q. Nima degan chiroyli. Shunday ekan.
ajabmi charchadim. Menmi shu? Adash, sen xo'jayinga ishlayotgani qancha uzun bo'ldi? 1,5 yildek bo'ldi. Bu yerga nima ish qilib kelganding? Xo'jayin Beijingda restoran ochaman deb ikkilanni quruq uzum setishga, ya'ni ikkimizni qo'rim qo'yishga olib kirgandi. Kirib, hafta o'tmayla bizni o'g'irlik qilishga majburladi. Farhod bilan Asqar uning fikriga qo'shildi. Ishqanlachu. Ikkimiz qo'shilmagandik. Chaq bilakni cho'giltib, o't yiqib qo'ynadi. Shunga amas fikriga qo'shildi. Ikkimizning taqdiri o'xshashganda, sen kelgili xeyli vaqt bo'lgandan keyin G'olibning qanchalik odam borligini bildigansan? Aniq bilmayman. Anglashimcha boshqa shaharlarda xeyli ko'p odam bor ekan. Haras. Sen ba'zida turibli yo'qab ketsan, seni xo'jayin surishtirmaydi. Shundaq chog'larda nega borsan? Xo'jayin buni hech kim demasligimni topilgan edi. Bo'pti, sana aytib beray. Boshqa kavobchilarga dori-darmon yetkayman. Ajab, G'olib bizni bir-birimizdan maxfiy holda dori-darmon yetkazib yetibdi-ku. Bu ish odamning gumonini qo'zg'aydi. Qanday deysan? O'ylab boqmamsan. 10 necha odam yetkigan dori-darmakni birimiz yetkazsakli bo'lmadimi? Meningcha, qopchuqning ichidagisi dori-darmon emas. U haqiqatan biz orqali savdo qilib yetibdi. Sen xato o'ylab qopsan. Biz Farhod bergan qopchuqni elib, dori-darmonni kavobga sepamiz. U aniqla dori-darmon qopchuqdagisi aniq bo'lgani bilan yana bir qopchuqdagisi noma'lum. Undaqda u nimadi? Hozircha uni mo'ljarlash qiyin. Amsi at uni ich baqaylimi? Yaxshi, molni chalib o'g'izlamayli. Sen yetib tur. Men hozirlik kiraman. Xo'jayin. Bizdan qorong'u bozordagi qo'shinimiz tunugin xeyli ko'p pul va mol bo'libdi. Hozir ularning to'pisi nihoyat yuqori. Yana kelib Akbar bilan Asqarning to'pisi xeyli yaxshi bo'lyapti. Aras, sen hamma kavobchilarning molni bexatar yo'lga selayotgansan-a? Shunda xo'jayin. Biroq bu qitimqi mol yana ularning xumarini bosamabdi. Unda sen bir hafta hisob molni yo'lga sag'ib, molning bahosini o'stirayli. Endi biz burun Botirning qo'lini qo'yg'izib olgan qarz hujjatini uningga ko'stayli. Bu qushning qantini kesib turmasak, uchib ketilgandek qiladi. Aldirma. Tex baldur. Bu kon qarzlarni to'lab bo'lgandan keyin andin surishtiramiz. Silab turib oldirmay jindaymiz-da, ha? Bu Rasul olvastila. Ali, chapsan tura. Biz kavobchilarning to'shiydig'ini xiroying. Nima ekan deding? Biz yana G'olibning qopqiniga dasabdiq. U qancha qamay odam o'ldirdi ekan. Atilla, biz bu mollarni soqchilarga topshiraylik. Soqchilar ma'lum qilganimizni u bilib qolsa, bizni o'ldirib yetadi, bilamsan? U bilib bo'g'icha soqchilarga tutilib bo'ladi. Lekin yana har qancha qilgan bilanmi G'olibga tankilamaymiz. Biz tankilamasak soqchilarga tankilalaydiganda. Bu qatimki ishing boshqasiga o'xshamaydi. Hushyor bo'l. Sen omad tilayman. Taksi. Tez bo'l. Jamoat xavfsizlik idorasiga. Qaysisiga? Qaysi yaqin bo'lsa shunuga tez bo'l.
Kıraaqını bəmdiniz? Ha? Keçirin. Başını to'xtat. Voy, G'olibga. Baturning aldirash soqchi mahkamasiga kirib ketganligini ko'rdim. Nima? Qo'lida bir narsa bormi? Ishqilib bir qoppa. Ha? Akbar, hozir odam yeyapman. Uni tutgan yerda ujuqtirib yutinglar. U allaqachon kirib oldi, endi ulguramaymiz. Bu tuzkur munofiq. Seni. Vay. Biz epagan kishi malni epadimi? Yo'q, bak kechikib ketdi. Saqlab ketdi. Hey! Men uyga bo'rini tashlabdi men emasmi? Ha? Xo'jayin, qani u bo'ri? Hey! Astagfirullah. Arzu! Ha, nemish xo'jayin? Sen derhal Ürümchiga uchirgan aeroplan beltini ishkilib ket. Bo'ladi xo'jayin. Xo'jayin, siz bu yerni mushunda qilib tashlab ketmoqchimi? To'lib beshimni qaymoqtirmag'ina. Yo'lvasini kelib yeb ketishini saqlab o'tiribdim. Kagilik bo'lsa men keladi. Har qaysini o'shqin ham bo'lmaydi. Xo'jayin. Voy! Nemish xo'jayin? Derhal hammalar guruhiga bo'linib Baturni topgan aman ujuqtirayotlar. Ma'qulmi? Ma'qul. Iblis, olvasdi. Hamma pullarni o'z hisobotiga oldirib bo'pti. Hey. Iset, necha yil ishda sodiq bo'lg'in. G'olib degan qaysang, tez et. Darhol ete. Etketsiga chapa yapmay, tez et. Ete. Bilmaymiz. Uni bayerni buni ma'u bildi. Chapsan et. Men bilmayman. Hozir vaqt qiz. Tez etmasa gunohing ig'ir tushadi. Chapsan ol. Ete. Menday. O Şinjanga qachiman deb xonimi bilan aerodromga ketdi. Bosh atrat diqqat. Darhol otlanib aerodrom atrofini qurshanglar. Birinchi atrat men bilan menglar. Qolganlaringlar restoranni aqtiringlar. Hop! Tez! Mana. Sen hozir bular bilan birga ketgan. Bo'lmasa G'olibning teg'ish tutilmagan bir turkum odamlari san ziyonkashlik qiladi. Saqchilar G'olibning odamlarini til to'kis qilmay tutib qo'ygandan keyin men sotda guvohlik berib seni olib chiqib olaman. Apmanglar. Bular. Tez bo'l. Chiq. Tez chiq. Mana. Yalla. To'xta! Vay, Şinjanning Beyjingdagi bosh shtabi diqqat. Sizlar. Men Beyjing soqchi idorasidan. Xeroyin savdogari G'olib hozir Beyjingdan 126-qitimliq aeroplanda Urumchiga qochib ketdi. O'ttir boy, 35 yoshlar atrofida, yanada ayoli bor. Qushni to'rdan qochirib o'tmay, darhol tutinglar.
Necha kundan yaqin bu restoranni aram topganda makilishmaslikni, xalqning restoranini butunlay soqchilar oqtirib yetibdi. Bizning bolamizni soqchilar nemish qilib bilmaydi. Hey, soqchilar bergan telefon nomeri qani? Akilanga. Berdi. Mana, Vey, soqchi idorisimi? Vey, biz Akbar bilan Botirning dadisi. Bizning bolalarimiz qayerda? Biz ularni jiddiy izlayapmiz. İgilishimizcha ular Jinjafu taraf qarab qochib ketibdimiz. Appa, işte tak. Derhal Jinjafu tarafını izleyini. Tez bul. Çoğun şehirden Jinjafuni qanday topamiz? Topamiz. Taksi apırdı. Sizlar atrap qarasizlar. Men matrap qaray. To'xta! Dostluğumuzdan yüzünü kılıp beni koyuvet adaş. Beni veyran kıma. Bu satqın qalcha. Dostluğumuz ikki tog'ning orasida qolganda esing keldimi? O'tganda men senga mushundaq yalursam, dostluğumuz esingga kelganmi? Meni shu chaqda G'olib Takbir alvasiga tutib bergan-ku. Pulni deb ezibdi ben. Gunoyimni yuvishga bir qitim fursat bergin. Qonni qon bilan yug'ilolmaydi. Sening gunohingni turmining so'pollari yuydi. Mendan umid kutma. To'xta! Ne qatsan? Pushaymon qilyapman adash. G'olib burun to'qni olib desa, yigininga amdi pushaymon qilyapsan. Sen hozir yo G'olibning puliga, yo amonlikqa erishamay, qo'shatliq piyoda begimning o'zi bo'lib qolding. Qandaq atqan teshing amdi peshinga tushganda, amdi sen qilgan askiligining jazosini tortishing kerak. Shuning men bugun seni soqchilar tutib beraman. Meni soqchilar tutib berganing bilan G'olibga meni qutqizib oladi. Uningdagi senda qisosimni olmay qo'ymayman. U hozir o'zining jinini qutqizgani ulgurmay o'tidi. Undaq turuqliq sendek chupranda qolchi bilan nima kori? Beni kechir Batur. Batur! İte! Kimsin onu öldürsün dedi! Yetme! Kim sana buyruk kıldı? Etme! Batur! 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 Kıvırılma! Kıvırlaşma! Yaşma! Kıvırılma! Kıvırılma! Ana! Tez to'xting, shoför. Mashina tez to'xting. Ana! Tez to'xting. Ben seni qasdladim.
Ben sana tuzkorluk kıldım dostum. Hoşlağı ben sebepçi. Gelgüsmekten yıkanacak vurdum. Fatih! Beni geçirken! Fatih! Ben sana 100 kilo emeğim. Ulan! Dada! Ulan! Oğlum! 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 Sana neymiş oldu oğlum? Dada! Ulan! Bu zaten neymiş? Silimi gördüğün günüm bugün Seni gene bana. basıp koydum dada. Beni geçir. Gelin bana. Oğlum! Ulan! Bu neymiş oğlum? Oğlum! 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 Hem de kandaklaman oğlum! Oğlum! G'olib, Beyjondagi mol mulklarni qanday qilamiz? Men undaq o'rtirib uxlaydigan yigitlardan emas. Allaqachon setib pulni naqlab olgan. Hattali, yaraysiz. Saqchilar hozir Beyjingda ishi yo'q qozonni qo'lga tushirdi. Biz endi Urumchidagi molni bir taraf qitlab Amerikaga qochib ketaylik. Deganingizdek bo'lsin. Diqqat! Jinoyat gumondori aeroplandan tushdi. Boshliq, hozirli tutaylikmi? Yo'q, yo'lovchilarning bexatarligini nazarda tutmay bo'lmaydi. Siz chiqqan tutaylik. Ular chiqdi. To'xtash! To'xta! Qimirlama! Qo'lingni kida! Qo'lingni kida! Qimirlama! Yavash tur! Yavash bo'l! Meni qo'yib etish! Qimirlama! Yavash, meni qo'yib etish deyman! Qimirlama! To'xtab tur! Sen to'xtab tur! Batur degan tuzkur hayvon! Qimirlama! Hayotli bo'lsam, ajdodimni quritib etaman!
Yarim beni bu cihanda